Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar va bizni endigina kuzatib turgan chorva, mol qo'yish qozlari va YouTube ishqozlari. Bugun 24-aprel haftaning payshanba kuni biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidamiz. Qadrli obunachilar, bugungi video syomkamiz mana shu g'unajillar haqida bo'ladi. Xudo xolisa, mana shu g'unajillarim sotiladi. Shular chiroyli qilib yoritib berishga harakat qilamiz. Video yoqsa like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddamiz. Xato kamchiliklarga oldindan uzr so'rab qo'yamiz. Syomkani boshladik. Akalar ukalar hozir yuvuntirish ketyapti bularda. Chiroyli qilib yuvintirib, mana orqasidan bir bachok kralin tayyorlab qo'yganmiz. Hop, bu 200 litr chiqsa kerak. 200 litrli bochkada bir 2 litrdan ko'proq mana o kanistrda kelmayib qoldi. Kralinni qo'shib qo'ydim. Xudo xolasa, hozir mana shular chiroyli qilib ko'rsatib o'tamiz. Ma'lumotini berib o'tsam, bularning ichida 4 oylik, 5 oylikdan 6 oylikgacha bormi? 6 oylikgacha bor. Xudo xolasa mana shu g'unajillarimiz sotiladi. Hozir yuvintirishlarni bir qator yana ko'rsatib o'tamiz. Mana bu yergi zagonda ularda opalari. Ular o'zi 80% qochdi mana shular. 80% qochib qoldi. Bular ham qancha yana bir 6 oy 7 oyda chiroyli qilib qo'ysa bo'laveradi. Qochirsa bo'laveradi. Videoni o'tkazmay oxirigacha ko'ringlar. Chiroyli qilib ko'rsatib, foydali ma'lumotlar berib o'tamiz va bularni qanday qilib yuvuntirish hammasini ko'rsatamiz. Videoga bittadan like deymisizlar degan umiddamiz. 3 sekund vaqtlarni ketadi. Kommentariyada fikrlaringni qoldirib, tanish bilishlarga videoni podelitsiya qilib qo'ysalaring xursand bo'lgan bo'lardik. Ana hozir pastga tushib olamiz, ashaydan olaveramiz. Hop. Katta kalozim ashaga chiqib oldim eplab. Ashaydan sekin ko'rsatib o'tamiz. Bularda mana yuvintiryapmiz. Yuvintirish asosan o'zgartiradi, yaxshi o'zgarishiga foydasi bor. Bit tashqi parazitlar bitkani, qo'tir, chesotka hammasini yo'q qiladi. Ko'pchilik chesotkaga, qo'tirga ukol qildiradi. U ukol juda ham achitadi, boshqa bo'ladi. Molga ancha ozor beradi. Undan ko'ra mana shu yuvintirgan arzon ham tushadi. O'zi molning o'ziga ham ancha foydasi bor. Mana eski jullari to'kilib, pullab, yaltirab qo'tir, chesotka degan narsalarda hammasiga foydasi bor. Biz umuman bitkaniga ukol qilmaymiz. Faqat yuvintiriladi. Hozir biyildi hisobiga mana shular 3-marta yuvinishi. Mana sovib ketishdan oldin, yomg'irlardan oldin ham 2 marta yuvintirib olganmiz. O'shaning uchun men oldindan aytib o'taman, ko'pchilikka faqat yuvintirish kerak. Endi bundan buyoq kunlar isib qoldi. Bir haftada 10 kunda bir yuvintirib tursa ham bo'laveradi. Kommentariyada, Telegramda, gruppada ko'pchilik yozyapti. Mana kralinni yuvintirganda burniga, ko'ziga kirib ketsa nima bo'ladi deyishayotgan. Burniga, ko'ziga hech nima qilmaydi. Buni hech qanaqa zarari yo'q. Kralinni dozasini kuchaytirib, cho'tki qilib bosaveradi. O'shanda hali pashamasha shunaqa narsalar ham kelmaydi. Mana bit-met hammasi yo'qib ketadi xolisda. O'zgarishi ham zo'r bo'ladi. Bu g'unajillar go'dovashini ko'rib turibsizlar. Haligi qarovsiz qolib ketgan unaqa narsa emas, hammasi zo'r o'zgargan. Haqiqiy o'zimizda sutga to'yib, o'zimiz uchun parvarishlangan g'unajillar ekan. Bularni sotishdan maqsad bizga chetdan mol kelyapti. Gruppada ham anonsini bergandik. Bir hafta 10 kunda kelib qoladi. O'shaning uchun mazzagonni bo'shatamiz. Shuning uchun bularni sotyapmiz. Ko'pchilik so'rardi bizdan unajin, bizda lekin unajin sotilmasdi. Mana endi xudo xolasa ko'rib, kelib, yoqsa tanlab olib ketishlari mumkin. Unajinlar haqiqiy sutga to'ygan baquvvat. Bu hammasi dahshat. Bularning ichida asosan gibrid semental. Bularning ichida 100 talik golishtin yo'q. Hammasi bizda gibridlashib ketgan, toza sementallar bor. Mana shular gibrid mana. Mana telefon qimirlab ketyapti, yiqilib ketay deyapman, shuning uchun pastga tushib olamiz endi. Qo'yadi. Ana. Shular yaqindan ham ko'rsatib o'tamiz. Sifatiga, boshqasiga hammasiga 100 talik garantiya. Bularni olgan odam hech qanaqa ukol, xullas bu qochirib tug'dirganingizcha bunga doktor chaqirishingiz shart emas. Chunki bular 1 yillik
vaksinalarni olib bo'lgan, hech qanaqa kasallik, boshqa hammasini oldi olib, ukollari qilingan, vaksinalari qilingan. Buni faqat olish kerak, boqish kerak, bitta zagonga qo'yib yuborib, chiroyli qilib o'zgartirsa bo'ladi. Sifatiga havas qilganlar bir donadan like deymiz degan umiddamiz. Katta kralinga. Akalar, hozir mana nasozimizda kralinga olamiz va kralinni hammasini ustidan sepamiz. Ko'rgan bo'lsanglar, birinchi bo'lib sovuq suvga chiroyli qilib yuvintirib olindi. Hamma joy ho'l bo'lgandan keyin mana kralin yaxshi unnab qoladi ustidan. Quruq badanga kralin sepilsa, ko'proq rasxod olib ketadi. Kralindan rasxod ko'payib ketadi. Hozir mana nariga bachakka oladi. Ungacha biz bularni ko'rsatib turamiz. Ana hurmatli obunachilar, haqiqiy 100 talik toza sutga to'ygan semental va gibrid xonajillar. Orqa boshlari ham zo'r. Mana bu tomonda ularda opalari. Ularda opalari. Bular aytayapman 80% o'zi qochib bo'ldi, xudo xolisa. Dahshat ona. Telefon nomerlarini ham qoldirib qo'yamiz. Telefon qilib, bitta oladigan, ikkita oladigan bo'lsa ham yoki hammasini bir joyga olib, bitta kelajakda firma qilaman degan odam bitta olib zagonga tashlab qo'yilsa, 1 yildan keyin katta fermer bo'lib turibsiz-da, xudo xolisa. Zo'r bo'ladi. Katta! Katta mana kralinni yoqdi. Shilangda suvlar chiqib ketyapti hozir. Katta endi kralin mana. Hop, akalar, mana ko'rib turibsizlar, og'ziga kirib ketdi, ko'ziga kirib ketdi degan narsa yo'q. Sepilaveradi, xudo xolisa zo'r bo'ladi. Bizda faqat vayna qilib yuvintiriladi. Tajribadan o'tgan. Kralin dozasi ham cho'tka bo'lgan. Bayda kralinga 50 supermetron qo'shib yuborilsa, undan ham zo'r bo'ladi. Lekin bizda hozir kralinni o'zligi uchun kralinni o'zini dozasini chiroyli qilib, zakonni qilib yuvintiryapti. Nima qilyapti? Hop, akalar, mana yuvintirib oldik. Ko'rgan bo'lsanglar, kralinlar sepildi. Endi maza qilib, mana shuni kralinni hidi bilan bir hafta 10 kun maza qilib yuraveradi. Hech qanaqa pasha-masha, hech nima yaqinlashmaydi. Hay jonim. Hop, buni narxiga keladigan bo'lsak, mana shu zagonimizda 18 milliondan 25 milliongacha xonajillarimiz bor. Telefon qilib, ko'rib, tepasida gaplashib, kelishib olsa bo'laveradi. Hammasini bitta joyga olaman degan, yo 10 ta 20 ta olaman degan odamga narxini o'ta qulay yo'lida qilib berilar ekan. Ha, jonlar. Maza qilaman. Cha. Haydi jonlar. Hayda. Nomerni qoldiramiz. 99lik 200 0560. Manzilimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanida. Telegramdan yozasizlar, shu nomerda Telegram bor. Lokatsiyalari chiroyli qilib tashlab beriladi. Hay jonivor. O'ta vaqtida qolsa. Hayda. Ana. Mashina badanni ko'rgan bo'lsalar, tepasi mana qizarib qolgan. Mana shu chisotka boshlangan. Mana shu kralindan keyin chisotkadan asar qolmaydi.
dahshat bo'lib, yaltirab zo'r bo'lib qoladi xohlasa. Cho jonivorlar. Mana. Hop, mana shu videoni kommentariyasiga Telegram gruppamizda ham silkasini tashlab qo'yamiz. O'tib, obuna bo'lib, qo'shilib olsalaring, o'zlaringga foydasi tegib qoladi. U yerda dehqon akalarimizdan sotiladigan birinchi qo'l mol qo'y yoki har xil chorvachilikdagi kasalliklar haqida ma'lumotlar berib boriladi. Shu yerdagi chorvadorlar bilan fikr almashib, qanaqa muammo bo'lsa, shunga javob topishlaring mumkin. Cho jonivorlar. Ular yoshini aytib o'tdik, 4 oylik, 5 oylikdan 6 oy shunaqa atrofida. Mana katta emas. Erinmayamasini ko'rsatib o'tamiz. O'zlaringga yoqqanini skrinshot qilib, masalan, borib ovora bo'lmayin deb skrinshot qilsalaring, sizlarga narx chiqarib berilaveradi. Chagan onlar. Hayda. Hayda. Ay canavarlar. Ça. Bu yerda 34 ta onachilarimiz bor. Jami 34 ta. 30 ta o'zingizga yoqqan tanlab olsangiz ham bo'laveradi. Masalan, 4 ta yo 2 ta yoqmagan chiqarib tashlab 30 tasini kelishsangiz ham bo'laveradi. Bayda shu aytganimizdek 18 milliondan tortib 25 milliongacha bor. Lekin aytilgan narxdan kelishtirib, chiroyli qilib tushib beriladi. Bizda umuman sotilmagan shu paytgacha, lekin aytganimda bir hafta 10 kunda mol keladi. Ularga joyda bo'shatish kerak. Endi xona katta o'rnachilarimiz hammasi 80% aytganimdek qochib qoldi. Ularni endi sotsak to'g'ri kelmaydi. O'shaning uchun mana mazzagonda sotaveramiz. Bular o'zimizga tarbiyalangan. Shu o'zimiz uchun chiroyli qilib qarab, boqib, sutga to'ydirib, yaxshi parvarish qilingan. Vitamin, vaksina aytganimizdek hammasi bo'lgan. Telefon qilib, ko'rib kelaverasizlar mana. Ajjonor. Gibridmi, sementalmi, golishtenmi, hammasidan chiroyli qilib topib beriladi. Ana onalarni ham opalarni ham ko'rsatib o'tayman. Opalarim mana shu. Bunaqa o'tmay qo'yadi mana.